Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Qaysizlar, yaxshimisizlar? Ko'z ochib yumguncha aprel ham tugab qopti, o'rtoqlar. Wow. Bizda bugun aniqda skidkalar boshlandi va menga ko'proq kuch-quvvat kerak, energiya kerak oyda yopib olishga va o'shaning uchun men biodron ichaman. Menga kuch-quvvat, energiya beradi, qolaversa immunitetimni ko'tarishga yordam beradi. Aslida biodronni qizimga Alishaga 4 oyligidan, chaqaloqligidan berishni boshlaganman. Ya'ni sog'ligi mustahkam bo'lib, immuniteti kuchli bo'lishi uchun demoqchiman. Guminovoy va folioviy kislotadan tayyorlangan ushbu mahsulot zararli emas. Hech kim uchun bemalol hamma ichsa bo'ladi. Ayniqsa mamichkalar. Kim ko'p charchab qolsa bolalar bilan. Kunlaringiz yaxshi o'tsin.